to'g'rimizda jasadimiz turadi va ruhimiz turadi. Jasadimizni ichida shayton bo'ladi va nafs bo'ladi. Ruhimizni ichida qalb bo'ladi. Hayotimizda har bir qilgan ishimizni yo jasadimizni foydasiga hal qilamiz yoki ruhimizni foydasiga hal qilamiz. Uchinchi shaxs yo'q. Hamma dunyoda kelibdiki, odam bolasi yashash davomida mana shu ikkita ruh yo jasadni foydasiga hal qilib yashaydi hamma vaziyatni. Hayotda baxtli yo baxtsiz bo'lishligimiz ham mana shu qarorimizga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, oldimdan bir insonni haqqini yeyishlik, harom pul topishlik vaziyati chiqib qoldi. Shuni haqqini yeydigan bo'lsam, harom bo'ladi menga. O'sha jasadimning foydasiga hal bo'ladi. Nimaga? Jasad rohat oladi, jasad ichidagi nafs insonga doim dushman va shayton ikkalasi xursand bo'ladi. Bu yoqda ruhim lekin qaqshaydi. Ruhim og'rinadi, ruhim yig'laydi. Qiynaladi ruhim bu holatda. Go'yo shuni haqqini yeme, uni haqqi-ku, bu harom bo'ladi men uchun desam, ruhim orom oladi, ruhim xursand bo'ladi. Ruhim hayotda baxtli bo'ladi, lekin jasad og'rinadi bu holatda. Biz aslimiz ruhmiz biz. Inson bu ruh, jasad emas. Ruhni foydasi uchun, ruhni xursand qilish uchun, ruhnidagi ichidagi qalb bog'ini gullatib, yashnatish uchun kelganmiz o'zi hayotga. Biz har bir qilayotgan vaziyatimizni ruhimizni foydasiga qilamiz. Xuddi shu tariqatida qiz bilan zino qilish vaziyati chiqsa ham qilmaymiz deyishimiz kerak. Ruhimizni foydasi, ruhimiz xursand bo'ladi, jasadimiz qiynaladi. Jasadimiz ichidagi nafs bilan shayton og'rinadi bu yerda. Yig'laydi, tirmashib, sizni qiynab tashlaydi. Bu yoqdan keyin zino qilishlik, g'iybat qilishlik, so'kinishlik, ig'vo qilishlik va chaqma-chaqallik juda ko'p illatlar bor. Hammasi jasadda ichida turgan nafs bilan shayton davay q deydi. Bu yoqdan ruh og'rinadi agar uni qilsak. Agar ruhni foydasiga qilmayman shuni deb tark qilsak, ruh orom bo'ladi. Baxtli bo'ladi. Aynan hayotda shunaqa ruhning foydasiga ishlarni hal qilishlik bilangina ishqning sohibiga borib ishq qo'yiladi. Muhabbatning eng cho'qqisi bo'lgan ishq qo'yiladi va insonning qalbi nurga to'ladi, baxtli his qiladi inson hayoti davomida o'zini.